Hitproduct, ya'ni bozor eng chaqqon mahsulotlarimizdan biri bo'lgan Rossiyaning kontur kanalizatsiya turbalarini yangi partiyasi keldi va tushirish jarayonlari boshlanmoqda. Agarda sani ishlaging kelsa, shoshilma. Birpas o'tagin chuqur nafas ol. Ishlaging kelgani o'tib ketadi. Xo'p, bularni qanaqa diametr keldi degan savollar bo'lishi mumkin. Demak, aranjvirlarimizni 110 diametrdan bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi, 160 diametrgacha. Xo'p, bularni stenkasining qalinligi 3.4 dan 4.9 gacha bo'ladi aranjvirsiniki. Seri rangdagi turbalarimiz bo'lsa 50 diametrdan 110 diametrgacha bo'ladi. Stenkasining qalinligi, ya'ni devorining qalinligi xo'p 1.8 dan 2.7 mm gacha bor. Kanalizatsiya turbalar kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar, shoshilinglar. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a.